listening seksiyani topshirganingiz yozib turadi bu yerda. Question 11 of 17 demak bu yerda nechinchi savolni bajarayotganingizni ko'rishingiz mumkin va listening seksiyasida bu yerda volume, help, next, time, hide the time. Listening section bo'yicha, demak bo'lim bo'yicha siz nechinchi savoldaligingizni ko'rishingiz mumkin va qolgan savollarga nechta vaqt qolganligini ham ko'rib olishingiz mumkin. Agar vaqtga qarash sizga yoqmasa, hide time demak vaqtni bekitib qo'yish deganini bosishingiz mumkin va vaqtni ko'rmaysiz. Volume allows you to adjust the volume as you listen. Demak volume eshitgan paytingiz siz ovozini balandroq yoki pastroq qilib olishingiz mumkin, xohishingiz bo'yicha butun test jarayonida. Help allows you to get relevant help when you use the help feature. The clock does not stop. Demak, helpni boya aytib o'tganimizdek, sizga yordam kerak bo'lgan paytda bosishingiz mumkin, lekin esida qolishi kerakki, helpni bosganingizda vaqt to'xtamaydi. Demak, helpni juda faqat zarur paytida ishlatishingiz mumkin. Qolgan paytlari vaqtingiz hali ham ketayotgan bo'ladi. Next allows you to proceed to the next question. In the listening section, you cannot see a question again once you select next. Demak, nextni bosganingizda keyingi savolga o'tasiz va listening bo'limida siz nextni bosganingizdan keyin u savolga yana qaytib kela olmaysiz. Demak, reading kabi back bo'lmaydi. Faqat next va oldinga ketaverasiz.